Uch shoxli nerv nevralgiyasi bilan qancha vaqtdan beri og'ridingiz? 7 yildan beri. 1,5 yil og'riq berdi va 7-8 yildan beri boshlagan. 7 yildan beri azob tortib mana shu shoxli nerv nimasi bilan Men boshiga tishim og'ridi deb o'yladim. Yuzimga sanchiqlar bo'laydi boshiga. Shu kungacha davolanish uchun nimalar qildingiz? ko'p narsa qildim. Boshida tabletka ichib yurdim. Filipsin, karbomazikin degan tabletkalar. Tabletkalar yeb turardim. Kuniga 3-4 martalab. Karbamazepin, Filipsin. 4-5 ta shifokorga bordim. Hammasidan lecheniyalar oldim. Og'riqlar qolmadi. Shu lecheniyalar oldim, davolandim. Foyda berdimi? Bermadi. Operatsiyani o'rnini ko'rsata olasizmi? Deyarli bilinmay ham qolibdi. Keyin mana shu klinikaga kelib, Xudoga shukr, operatsiya qilishdi. Biz hozirga Xudoga shukr yaxshiman. Keyin bu yoqqa kelishga qaror qilib, mana operatsiyadan keyin sog' salomat ketyapman. Mana Xudoga shukr, doktorlar sog' bo'lsin. Yaxshiman. Xudoga shukr. Siz qayerdan topdingiz biz klinikani? Shu YouTube orqali ko'rib keldingiz. Shu YouTubedan YouTubedan o'zingiz ko'rdingiz. ko'rib, havas qilib keldim. YouTube'dagi reklamadan ko'rdim. Mana shu o'zingizga o'xshagan og'rigan bemorlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Bekorga lecheniyaga pul sarflab, yuravermasdan qiynalib, vaqtni ketkazib, to'g'ri shu yerga kelib, operatsiya qilib, og'riqdan qutulganlari yaxshi. Menga o'xshaganlar bo'lsa, shu yerga kelsin. Shifo izlab yurganlar bo'lsa, Kecha kun operatsiya bo'ldim. Hech bola bo'lmagandek, mana boyag'idagi yosharib, yana yangi nimadan tug'ilgandek bo'ldim.